Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz tizimdagi eng asosiy vositalardan biri qabullar moduli bilan samarali ishlashni ko'rib chiqamiz. Siz qabul yaratish, jadvalni boshqarish va hodisalar bilan ishlashni o'rganasiz. Hozir siz qabullar modulining kalendarini ko'ryapsiz. Bu jadval bilan ishlash uchun markaziy ekran. Keling, avval uni o'zimizga moslab so'zlab olamiz. Tizim kalendarni ko'rishning bir nechta usulini taklif qiladi. Eng ommabopi vaqt chizig'i. Bu yerda shifokorlar ustullarda, vaqt esa qatorlarda joylashgan. Juda qulay va aniq. Smartfon yoki planshetda ishlash uchun 3 kun rejimi juda qulay. Aniqroq rejalashtirish uchun esa kun yoki hafta rejimlaridan foydalanish mumkin. Sozlamalar orqali dam olish kunlarini yashirish ham mumkin. Kalendardagi istalgan hodisani bosish orqali uning qisqa ma'lumotlarini ko'rish mumkin. Mobil qurilmalarda bu yerda bemorga qo'ng'iroq qilish yoki SMS eslatma yuborish tugmalari ham chiqadi. Bemorni qabulga yozish. Yangi qabul yaratish uchun shifokor jadvalidagi bo'sh vaqtni bosish kifoya. Bemorning ismini kiritishni boshlang. Agar u tizimda mavjud bo'lsa, ro'yxatdan tanlanadi. Telefon raqami va davolovchi shifokor ma'lumotlari avtomatik ravishda to'ldiriladi. Agar bemor bazada bo'lmasa, muammo emas. Yaratish va tahrirlash tugmasini bosing. Tezkor qo'shish oynasi ochiladi. Faqat ism va telefon raqamini kiritish kifoya. Qabul ko'rinishini tanlang. Maslahat uchun qabul. Aniq tibbiy amal uchun protsedura. Zarur bo'lsa, vaqtni aniq belgilash mumkin yoki slot vaqti qoldiriladi. So'ng saqlash tugmasini bosing. Qabul yaratildi. Tizim avtomatik ravishda bemor uchun davolash rejasini yaratadi. Uni keyinroq protseduralar bilan to'ldirish mumkin. Qabulni boshqarish. Qabul tafsilotlarini ko'rish va ishni boshlash uchun hodisani oching. Status rejalashtirilgan bo'lganda faqat asosiy yorliq faol bo'ladi. Bemor kelganda jarayonda tugmasini bosing. Bu barcha vositalarni faollashtiradi. Retsept yozish, hisob yaratish va hujjat yuklash mumkin bo'ladi. Retseptlar yo'rlig'ida dori tayinlovlarini yaratish mumkin. Hisoblar yo'rlig'ida esa xizmatlar uchun hisob shakllantiriladi. Barcha yaratilgan ma'lumotlar bemor kartasiga avtomatik saqlanadi. Eng muhim yo'rliq davolash rejasi. Bu yerda tashxis, allergiyalar va rejadagi barcha protseduralar ko'rsatiladi. Protsedura qo'shish tugmasi jadvalda yangi yozuv yaratadi. Barcha amallar tugagach, tayyor tugmasini bosing. Agar kerak bo'lsa, statusni qayta o'zgartirish mumkin. Agar qabul bekor qilinsa, bekor qilish tugmasini bosing va albatta sababini ko'rsating. Bu statistika uchun muhim. Qabul kartochkasini boshqa vaqtga va boshqa shifokorga o'tkazish. Vaqt yoki shifokorni o'zgartirishning eng oson usuli kartochkani kerakli slotga so'rish. Tizim avtomatik ravishda mavjudlikni tekshiradi va o'zgarishlarni saqlaydi. Siz jadvalni ko'rish, bemorni qabulga yozish, qabulni o'tkazish va davolash rejasini boshqarish asoslarini o'rgandingiz. Bu tizimda ishlash uchun eng muhim ko'nikmalar. Qo'shimcha ma'lumotlarni foydalanuvchi qo'llanmasidan topishingiz mumkin. Agar savollaringiz paydo bo'lsa, texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun tashakkur.